Orangizda menga o'xshab baliqni sevib iste'mol qiladiganlar bormi? Hozir baliqni foydali xususiyatlarini sizga gapirib beraman. Qani ketdik. Menga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Baliq go'shtini dunyodagi eng foydali go'sht desak bo'laveradi. Bemalol har kuni baliq iste'mol qilsangiz, depressiyani bartaraf qilasiz. Ko'z nurida judayam foydali, miya faoliyatini yaxshilaydi, asma rivojlanishini oldini oladi, tanangizda yallig'lanishni oldini oladi, bosh og'rig'ini yo'qotadi, kayfiyatni ko'taradi, ko'rish qobiliyatini oshiradi, aqliy faoliyatingiz va ko'rish qobiliyatingizni yaxshilaydi. Baliq iste'mol qilgan kuningiz miriqib uxlaysiz. Ayniqsa homiladorlarga baliq iste'mol qilish judayam foydali. Baliq iste'mol qilgan homilador ayol judayam aqlli farzand dunyoga keltiradi. Chunki baliqni miya faoliyatiga foydalari judayam ko'p. Baliq yengil hazm bo'ladi. Shuning uchun dietadagilar bemalol baliq iste'mol qilsa bo'laveradi. Baliqda organizm uchun minerallar judayam ko'p. Azizlarim, baliq haqida bilganlarim mana shular. Menga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonatsizlar.